Rim papasini mamasi aytganidek, o'ynashmagan otash bilan, otash urar lyuboy bitta tosh bilan. YouTube tarmog'ida siz aks etgan har qanday videoni siz roziligingizni qo'yishgan bo'lsa, o'chirib tashlashning imkoni bor. Buni hozir sizlarga o'rgataman. Tasavvur qiling, ishxonangizga bir shantaj bloger keldi va sizni tasvirga olib, ruxsatsiz uni YouTube kanaliga qo'yib yubordi. Siz uni toshini terdirishning eng oson yo'li YouTube kanaliga va o'sha videoga shikoyat yuborish. Eng birinchi qiladigan ishimiz o'sha o'zimiz shikoyat yubormoqchi bo'lgan videoni topib olamiz. Video tagida 3 nuqta bor. Shunga bosamiz. Bunda eng oxirgisiga kiramiz. Mana narishение degan joyga. Bunda mana ikkinchisi bor. Shunga kiramiz. Mana shikoyat yuborish bo'limi ochildi. Mana shikoyat yuborish bo'limida mana как сообщить о нарушении. Bosamiz. Masalan, mana shikoyat yo'nalishimiz mana. Ism familiya kiritamiz. Strana O'zbekiston qoladi. Bu yerga o'z Gmailingizni kiritasiz. Iloji boricha o'sha doimiy ishlaydigan va uzoq muddatdan beri ishlatayotgan Gmail bo'lsa, undan ham yaxshi. Keyin mana bu yerdan tanlaysiz. Birinchisi. Keyin mana birinchi bo'lim. Mana bu yerga kirib, ikkinchisi net. Tak. Siz haqingizda o'sha nechta video chiqqan bo'lsa, o'shani belgilaysiz. Masalan, 1 martami, 2 martami. Keyin qayerda bo'lgan? Masalan, videoni tanlaysiz mana bu yerdan. Keyin bu yerga o'sha video havolasini qo'yasiz. O'sha o'zingiz ko'ringan videoni. Keyin videoni qayerda ko'ringan bo'lsangiz, o'shani belgilaysiz. Mana birinchi bo'limni belgilash yetadi. Videoda ko'ringan bo'lsangiz bo'ldi. Keyin mana bu yerga yozish kerak. Masalan, nechinchi daqiqalarda ko'ringansiz. Siz unga kiritasiz. Masalan, 00 masalan 24-soniyada va videoni 12:14-daqiqasida. Mana shu vaqtini belgilaysiz. Keyin mana bu yerga o'sha videoda qaysi kiyimda bo'lgansiz, qanday kiyimda, qanday ko'rinishda bo'lgansiz, o'shani qisqacha qilib yozib yuborasiz. Imkon darajasida ruscha yozasiz. Ruscha yoki inglizcha. Agar til bilmasanglar, uni o'zbekcha ChatGPTga yoki boshqasiga yozib turib ham jo'natsanglar bo'ladi. Keyin mana buni belgilaysiz. Buni ham belgilaysiz, buni ham belgilaysiz. Va bu yerga yana boyagi ism familiyani yozasiz. Va mana buni bosib jo'natasizlar. Отправить bosasizlar. Shikoyat jo'natganlaringdan keyin pochtalaringga mana shu ko'rinishda xat keladi. O xatga javob shaklida yana qo'shimcha batafsil yozib yuborishlaring mumkin, lekin aslida shu xabarda o'zi ham yetadi. Faqat o'sha videoni qaysi daqiqasida, nechinchi daqiqasida ko'ringanlaringni daqiqalarini kiritsanglar bo'ldi. YouTube hamjamiyatiga shikoyat yuborayotganda bitta narsani alohida e'tiborga olish kerak. O'sha shikoyat matnini ichida sizni roziligisiz sizni tasvirga olib, uni tarmoqqa qo'yilganini alohida kiritib keting. Ya'ni mana shu videoni mana shu daqiqasida, mana shu soniyasida meni roziligimsiz tasvirga olib, meni roziligimsiz uni tarmoqqa joylashtirishgan va bundan men noroziman degan ma'noda yozish kerak. Chunki u rahbar bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, bir tashkilot rahbarimi yo bir davlat xizmatchisimi, bu uni fuqarolik huquqlarini cheklab qo'ymaydi. Ya'ni uni davlat xizmatchisiligi uni fuqarolik huquqlaridan mahrum qilmaydi. YouTube hamjamiyati shuni hisobga oladi va har qanday video tasvir olinib tarmoqqa joylanishi uchun o'sha ikkinchi tomonning roziligi so'ralishi kerak deb hisoblaydi. Biz o'sha joydan foydalanib, o'sha siz ruxsatsiz tarmoqqa joylashtirilgan videolarni bemalol o'chirtirish mumkin. Eng yaxshi tarafi, agar o'sha bloger yana shunday xatoni qaytaradigan bo'lsa yoki sizga o'xshab 2-3 ta shikoyatchi topilib shikoyat qiladigan bo'lsa, uni YouTube kanali butunlay bloklanishi ham mumkin. Mumkin emas, aniq bloklanish. Kimga qo'shimcha yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, tushunmaydigan bo'lsa, mana Telegram sahifamizga a'zo bo'lib, murojaat botdan yozish mumkin. Biz qo'ldan kelgancha yozib, murojaat matni va boshqa yo'nalishlar bo'yicha tushuntirish beramiz.
Bizni maqsadimiz bu bilan YouTube kanallarni to'liq yopib turib bloklab yuborish emas. Biz shunchaki xolis axborot tarqatilishi tarafdorimiz. Chunki istagan odam kelib kamera ko'tarib kelib, istagan savol javobini qilib ketmasligi kerak. Ommaviy axborot vositasi xodimi u ikki tarafni eshitib, o'rtadan xolis axborot berishi kerak. Pul bergan tarafga yon bosib turib, ikkinchi tomonni aybdor qilish bu xolis axborot tarqatish hisoblanmaydi. O'shaning uchun men xohlardimki, bundan keyin o'sha o'zini bloger yoki jurnalist deb hisoblaydigan ba'zi qo'shtirnoq ichidagi pul evaziga keladigan shantaj blogerlar esini yig'ib oladi. Esini yig'ib olmasa, bu juda ko'p kanallar bloklanadi bu ketishda. Men shu ishni o'zim tepasida turaman. Har bir noxolis videoni o'zim tahlil qilib, o'sha kimni noxolis chiqarishgan bo'lsa, o'shanga yordam berib, shikoyat jo'natishga va videoni o'chirtirishga qo'limdan kelgan hamma yordam beraman. Asosiysi tekin. Biz borib pulga murojaat o'rganmaymiz. Biror bir yordamni pul evaziga bermaymiz. Ham bizda hammasi tekin. E'tiborlaring uchun rahmat. O'sha video tagida murojaat botni va kanal havolasini qoldiraman. Bemalol kirib turib, qanday yordam kerak bo'lsa so'rashlaring mumkin. Rim papasining mamasi aytganidek, o'ynashmagan otash bilan otash urar, lyubovda tosh bilan. Yashasin xolis axborot.